O'zbekistonda 18 yoshgacha diniy ta'lim olish mumkin emas. Madrasalarga borib o'qish uchun, masalan, maktab bitirish kerak boshqa. Bu ta'lim bo'yicha bir qanaqa bir yangiliklar o'ylanyapti, qilish rejasi bor. Ya'ni diniy ta'lim, o'sha ajrashuvlar ham masalan, qadriyatlarni yaxshi bilmaslikdan ham kelib chiqyapti-da, baribir tahlil qilinsa kerak. Shu masalada bir yangiliklar bo'lsa, bir fikrlaringizni aytsangiz. Haqiqatdan ham to'g'ri savol ko'taryapsiz. Bu ochiq aytish kerak. Ta'lim haqiqatdan ham bugun ko'p narsani hal qilishi mumkin. Lekin ta'lim olish omillari haqida biz ketyapti. Ta'limdan hech kim to'smaydi. Marhamat, diniy ta'lim olaman deganga qonun doirasida mumkin bo'lgan hamma formatlar ochiq. Qonun doirasida mumkin bo'lganlariga. Lekin qonunan muayyan sabablarga ko'ra to'xtatilgan holatlarni o'rganib chiqilyapti. Qani nima sababdan to'xtatildi va nima sababdan bu mumkin emas va nima sababdan bunga endi mumkin deb biz maqom berishimiz mumkin. Ya'ni kerak degan zarurat. Buni o'rganyapmiz. Buni to'g'ri qabul qilish kerak. Uni ayrim obyektiv, subyektiv holatlari bor. Biz bundan ko'z yummaymiz. Lekin hammasi yaxshilikka qadamlar qo'yilyapti asta-sekinlik bilan. Chunki vaziyat, jamiyat, inson, hatto siz aytgan oilani o'zi ham bunga tayyor bo'lish kerak-da. O'zbekistonning qisqa tarix davrida ikkita bosqich bo'ldi. Bittasi 90-yillar boshi, 80-yillar oxiri, 88-89 dan boshlangan bo'lsa, 95-96 gacha davom etdi. Ikkinchisi mana 2016-yildan boshlab yangi davrdagi holat. Har ikki holatda ham erkinlik birdan berildi. Tasavvur qiling, bu yerdagi palapartishlik, bu yerdagi suiiste'mol qilish holatlari to'g'ri qabul qilishimiz kerak. O'zbekiston juda ham bir qaysidir ma'noda jiddiy mintaqada joylashgan. Jiddiy hushyor bo'lmasak bo'lmaydi. Bu dinni to'sish yoki dinga nisbatan emas. Masalan, agar bayroq ko'tarish kerak bo'lsa, g'oya ko'tarish kerak bo'lsa, uni o'ylab ko'tarish kerak. Har bir nimani. Chunki bizni xavflar va aynan bizdagi boshbodoqlik yoki tartibsizlikni kutayotgan qaysidir omillar, endi uni ko'p narsani ayta olmayman, borligini hamma yaxshi bilamiz. Shunga bosqichma-bosqich, sekin astalik bilan jamiyatni shunga tayyorlab, jamiyat talablari asosida va bizning O'zbekiston dunyoviy davlat degan konstitutsiyada belgilab qo'yilgan va dunyoviy qonunlarimiz asosida diniy e'tiqod erkinligini ta'minlab beradigan yangi bosqichlar, yangi imkoniyatlar hammasi ochilib boraveradi. Hammasi qonun doirasida qilinadi. Qonunsiz qilingan har qanday xatti-harakat juda yaxshi bilasizlar, oxiri yo'q. Bu to'xtaydi bu narsa. Shuning uchun biz qonunlarimizni hozir takomillashtiryapmiz, o'rganyapmiz, vaziyatni tahlil qilyapmiz. Tadqiqot institutlari ishlayapti, juda katta tahlillar qilinyapti. Dunyoviy tomoni ham tahlil qilinyapti azizlar. Endi dunyoviy tomonni aytsam, hozir nima deydi? Juda katta tosh otish boshlanadi menga, bu unaqa deyapti. Yo'q, yoki diniy tomonni tahlil qiladigan bo'lsak, dunyoviylikning ham me'yori bor azizlar. Uni qaysidir ahmoqgarchilikni dunyoviylik deb bo'lmaydi. U ahmoqgarchilik nomi bilan. U endi tasavvurga sig'ib bo'lmaydi. Yoshlarimizni mana muhtaram prezidentimiz to'g'ri siyosat yurg'izdilar, narkotik masalalari, masalan, giyohvandligini endi tasavvur qilmaysiz qanchalik bugun ofat bo'lib kirib kelayotganini. Lekin uni erkinlik, marhamat, xohlasang nima qilsang qilaver deb uni tashab qo'yib, bu dunyoviylik tamoyili emas, u kechirasiz, u fojia. Yoki diniylik nuqtai nazaridan ifrot va tafrid deymiz, yo u chekkasi yo bu chekkasi ga o'tib ketish. Yo'q, biz mo'tadil vasatiyani to'g'rilab bersakkina shunda adashish bo'lmaydi. Bizda o'sha vasatiyani hali chizib berilmagani uchun, hamma vasatiyani o'zicha tushuna boshlaganligi uchun muammolarimiz hali yechim topmayapti. Lekin o'sha aytilgandek chiroyli o'rta yo'lni, i'tidol yo'lini to'g'ri ko'rsatib berilsa qonun doirasida, dinda ham adashish bo'lmaydi, e'tiqodda ham adashish bo'lmaydi. Ozgina erkinlik berilganda nimalar bo'lmadi? Endi to'g'ri, masalan, 18 yoshgacha yoshlar uchun ham sharoit yaratish, dinni xohlasa endi ixtiyori-ku. O'rganmoqchi bo'lsa, sharoit yaratish masalasi ko'rib chiqilyaptimi? Ko'rib chiqilyapti, o'ylayapmiz bu narsalarni, o'rganyapmiz. Masalan, qaysi davlatdan andoza olamiz? Turkiyadanmi? Misol uchun endi. Andozani hech qayerdan olmaymiz. Tajribani olamiz. Tajriba. Kerak bo'lsa mana Amerikada men 2 marta bo'ldim. Amerika tajribasini ham o'rganyapman. Tasavvur qiling, nima olishimiz mumkin u yerda. Lekin ancha narsa olsak bo'ladi. Men bitta Yuta shtatini o'zim hayron qoldim.
agar uni islom degan nomni shunday qo'shib qo'ysangiz musulmon jamiyatiga aylanib qoladida. Shu darajada bir ajoyib bir nimasi bor, sistema qilingan, tizim qilingan. Vaqf to'liq ishlayapti. Endi ular boshqacha nom bilan vaqf deb tushuncha beryapman. Ijtimoiy himoya shunaqangi to'liq ishlayapti. Va hammasi ular e'tiqodiy omil asosida ishlayapti. O'rganadigan narsamiz bor ekan. Faqat biz yugurib borib Yaqin Sharqda eng zo'ri yoki Janubiy Sharqiy Osiyoda hammasi yaxshi degan bir tasavvur yo'q. Ko'radigan narsamiz hali ko'p. Ishlaydigan narsamiz ko'p. Bugun muammo bor, bugun hal qilish juda ham qiyin. Ehtimol ertaga hal bo'lar, ehtimol bunga muddat kerakdir. Harakat bor ham Va bilasizmi, muhim harakat faqat davlat tomonidan emas, jamiyat ham harakat qilish kerak. Jamiyat tayyor bo'lmasa, davlat hech qachon yo'l qo'ymaydi jamiyatda palapartchilik bo'lishiga. Men buni rasmiy odam sifatida aytyapman. Davlat kuchli, davlat kuchi yetadi. Lekin jamiyat manfaatlari uchun jamiyatga yon bosyapti davlat. Bu juda katta narsa. O'shaning uchun ham sivilizatsiya markazlari qurilyapti. Shuning uchun masjidlarimiz qurilyapti. Oxirgi 5 yil ichida 200 dan ortiq masjid qurildi. Bilasizmi? Tasavvur qiling. 15 yilda bitta masjid qurilmagan. Tushunyapsizmi? Qiyoslash uchun aytyapman. Madrasalar nechta edi? Oliy madrasalar nechta bo'ldi? 4 ta bo'ldi. Tasavvur qilyapsizmi? Qancha hali ishlarimiz juda ham ko'p. Lekin asta-sekinlik bilan jamiyatni tayyorlab, jamiyat talablari va qonun ijodkorligi formatida ishlansagina to'g'ri yo'l bo'ladi. Tarozini bu tomonga yo bu tomonga tortib ketishga yoki shunday torttirib ketilishiga imkon yaratishga haqqimiz yo'q. Tarix kechilmaydi.